Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli görürmenler. İstiklal Gündəlik xəbərlərimizi görüşünlərini qarşı alımız. Mən Abdullah Yalğun. Programımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzuruna sunumuz. Qınamızda qıtınlar ekranımızda olsun. To'sib qilingan Amerikalik Xitoy və bemalol kirib chiqayotgan Uyg'urlar. Amerika Savdo Ministerligida ishlaydigan bir Amerikalik Xitoyning bir necha oy ilgari Xitoyga oilasini ziyorat qilish uchun borganligi, ammo uning Amerikaga qaytish yo'lida Xitoydan chiqishdan to'sib qilinganligi bildirilgan bo'lib, buning sababining uning viza iltimosida Amerika hukumatida ishlaydiganligini oshkorlamaganligi ekanligi da'vo qilindi. Washington Pochtasi gazetining xabarida bildirilishicha, mazkur Amerikalik Xitoy Amerika Savdo Ministerligi patent va tovar belgisi idorasining xizmatchisi bo'lib, oilasini ziyorat qilish uchun Xitoyga borgan va navbatda u Xitoydan chiqishdan cheklangan. Amerika bilan Xitoyning orasidagi munosabatlari jiddiylashgan mazgilga to'g'ri kelgan bu hodisaning tunji bo'lgan ish emasligi, yaqinqi yillarda Xitoyning bu xil vositalar bilan chet el fuqarolarini chegaradan chiqishdan to'sib qo'yayotganligi ilgari surildi. Navbatda munosabatlik doiralar bu masalani Xitoy doiralari bilan suhbatlashayotgan bo'lib, Xitoy tarafining uni qo'yib berishi uchun harakat qilinayotganligi bildirildi. Savdo ministerligining bayonotida bizning eng yuqori maqsadimiz chet eldagi Amerika fuqarolarining bexatarligi va omonligi degan iboralarga yer berilgan. Xabarda Xitoydan chiqish cheklamasiga uchragan kishilar Xitoy ichida erkin yurishga huquqli bo'lsa-mu, ularning harakatlarining qattiq ko'zildiganligi, ba'zi ahvollarning hal qilinishi bir necha yilni elib ketadiganligi tilga ilingan. Bildirilishicha, hozir oz deganda 10 necha amerikalik Xitoy chiqish cheklamasiga uchragan bo'lib, odatda bu ahvollar Amerika tarafga o'zi ma'lum qilish orqali keladi ekan. Ko'pincha kishilar faqat chegaradan chiqish vaqtida o'zining cheklamaga uchraganligini biladi ekan. Amerika Davlat Majlisi a'zosi John Molinar bu haqda so'z qilib, "Men buning Xitoy Kommunist partiyasining ko'riga elish diplomatiyasining yana bir ahvoli bo'lishidan intayin andisha qilaman. Bu bir taktika, tasodifiy emas va bu qabul qilinmaydi. Barliq amerikaliklarning erkinligi yuqori ahamiyatga loyiq va bu Xitoy tarafidan nahaq qo'lga ilingan yolg'iz amerikalik emas", dedi. Tuyğu fondi raisi John Kam oz deganda 30 amerikalikning chiqish cheklamasiga uchraganligidan xabardor ekanligini va bu sonning 50 kishi yetgan bo'lishi mumkinligini bildirgan va ba'zi vaqtlarda har oyda 2 kishi yangi ahvol bo'ladiganligini ifodalagan. Bu vaqa Amerika bilan Xitoyning orasidagi yirik munosabatlarning yana bir ko'rinishini oshkorlaydigan bo'lib, chiqish cheklamasi Xitoyning chet el fuqarolarini kontrol qilish va siyosiy maqsadlar uchun ishlatadigan qurolidan biri bo'lib qolgan. Xabarda yana bir Amerika amaldori Xitoyning qo'sh fuqarolikni e'tirof qilmaydiganligi, bu deganlik asli Xitoydan kelgan yoki Xitoy pasporti bilan Amerika fuqaroligiga o'tgan amerikaliklarning Amerika pasporti bo'lsa-mu, ularning yanada Xitoy fuqarolari deb qaraldiganligini tilga olib, amaliyotda bu Xitoy bilan oramizda bo'lgan haqiqiy qiyinchilik degan so'zlari tilga ilingan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Goja Kundan 22-iyuldagi qarorlik muxbirlarni kutib olish yig'inida bir muxbir chegaradan chiqishi cheklab qo'yilgan mazkur amerikalik Xitoy haqida Xitoy taraf texmo ko'p uchur bilan ta'minlayalamdi deb so'ragan bo'lib, u har doimgidek menda ta'minligidek konkret uchuri yo'q. Xitoy qonun davlati, chegaradan kirish chiqish ishlarini qonun bo'yicha bir taraf qiladi deb bezirib turgan. Mazkur Xitoyning xabarining oshkorlanishi yaqinqi mazgillarda Amerika, Yevropa va boshqa davlatlarda yashayotgan va u davlatlarning fuqaroligiga o'tib bo'lgan ba'zi Uyg'urlarning orqa-orqadan vatanga bemalol berishi va har xil sirlarni bas-bas bilan tarqitib ko'z-ko'z qilishi va bu orqali Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini yepishga hassa qo'shganligi muhojiratdagi ko'p sondagi xalqimiz tomonidan qattiq ayblanayotgan bir paytga to'g'ri keldi. Amerikada yashayotgan peshqadam siyosatchi va analizchi Ilshad Hasan Ko'kböra mazkur xabarga qistirma qilgan so'zida, "Mening hayron qolganim Xitoy dushman deb qarab, milliy qirg'inchilik siyosati bilan yo'qotish nishoni bo'lgan Uyg'urlar bugungi kunda yana kelib Amerika Xitoy har sohada tutishayotgan bir kaskin vaziyatda, xuddi bu maqolada ko'rsatilgandek Xitoy rejimi Amerika fuqarosi bo'lgan, ammo millati Xitoydan bo'lgan hukumat xodimini tap tortmay tutib rejim ostiga olgan vaziyatda
qandaq bo'lib bir turkum chet elda yashayotgan Uyg'urlar ba'zilari hatto bir mazgil Xitoyga qarshi faoliyatlarga aktiv qatnashgan turuqliq tuyuqsizlik Xitoyning alohida imtiyoziga erishib vatanga bemalol berib kelalaydigan va bu tegi Xitoy Amerikalikdan alohida imtiyozga erishadi. Bu berib kelish imtiyozi nima badal, nima kelishimlar bilan putgandi deb yezish orqali qirg'in qilinayotgan millatining qiyni badaliga erishgan shu davlatlarning pasporti bilan yana shu millatining davosini setayotgan ba'zi vijdonsiz Uyg'urlarning parda orqasida Xitoy rejimi bilan qandoq savdolarda bo'lganligiga ishorat qildi. Donald Trump Yaponiya bilan g'oyat zo'r savdo kelishimi hosil qilinganligini jakarladi. Amerika prezidenti Donald Trump Yaponiyaning Amerikaga 550 milliard dollar mablag' soldiganligini va ikki davlat o'rtasida o'zaro 15% tamojni beji yurgizilganligini ilgari surgan bo'lsa-mu, Yaponiya amaldorlari bu tashabbusni texnicha dalillamadi. Trump Yaponiya bilan hosil qilingan savdo kelishimini g'oyat zo'r deb ta'riflab, bu kelishimning milliardlarcha dollar mablag' elib kelish bilan birga Amerika sanoatini kuchaytirganligini ilgari surdi. Trump o'zining Truth Social nomli ijtimoiy aloqa suhbatida ham baharlagan yozmasida Yaponiya bilan g'oyat zo'r bir kelishimni tamomladik. Bu balkim hozirgacha tuzilgan eng chong kelishim bo'lishi mumkin degan iboralarni ishlatdi. Amerika prezidenti Yaponiya mening yo'l yo'riqim bilan Amerikaga 550 milliard dollar mablag' soladi. Paydaning %90%ni bo'lsa biz olamiz deganlarni ilgari surdi. Biroq u bu tashabbusni isbotlaydigan hech qanday rasmiy hujjat yoki tafsilotni o'ttirg'a qo'ymadi. Lekin Yaponiya bosh vaziri Ishiba Shigeru Trump e'lon qilgan savdo kelishimining tafsilotlarini tekshirib chiqishi kerakligini bildirib, bu haqda fikr bayon qilishdan o'zini qochirdi. Ishiba Trumpning Washingtondagi bayonotidan keyin Tokioda muxbirlarga qilgan so'zida suhbat natijalari haqida fikr bayon qila olishimiz uchun oldi bilan kelishim tekstining tafsilotlarini astoydillik bilan ko'zdan kechirishimiz shart dedi. Trump Yaponiyaning avtomobil, yuk mashinasi, guruch va boshqa bir qism dehqonchilik mahsulotlari savdosiga o'z davlatini ochadiganligini va ikki davlatning o'zaro 15% nisbatda tamojni beji to'laydiganligini e'lon qildi. Trumpning bu bayonoti Washington bilan Tokio o'rtasida bo'libmi avtomobil tamojni beji va davlat xavfsizligiga munosabatlik bojlar masalasida oylardan buyon davomlashayotgan jiddiy suhbatlardan keyin e'lon qilindi. Ilgari avtomobillarni o'z ichiga olgan Yaponiyaning import mahsulotlariga 25%, po'lat va alyuminga bo'lsa 50% tamojni beji qo'yish bilan tahdid solgan Trump seshanba kunidagi bayonotida bu sohalardagi bojlarning kelishim doirasida amaldan qoldirilmaydiganligini aniq o'tirg'a qo'ymadi. Trump tilga olgan 15%lik tamojni beji nisbati uning ilgarigi tahdidlaridan to'van bo'lsa-mu, oldingi savdo tuzumlaridagi nisbatlardan ko'rinarli darajada yuqori hisoblandi. Oqsaroy fikr bayon qilish talablarini javobsiz qoldirayotgan bo'lsa, Yaponiya amaldorlari texnicha hech qanday rasmiy bayonot e'lon qilmadi. Hürmetli görürmenlerimiz, şuna qilib bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Atiki programmamizni ko'rishguncha aman bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.